Rasul akram alayhissalom aytdilarki, kishi go'zal xulqi bilan kechasi bilan bedor ibodatda bo'lgan, kunduzi bilan roza tutgan odamning maqomi savobiga ega bo'ladi. Qanaqa qiyin ish. Kechasi bilan ibodat qilib chiqasiz, kunduzi bilan roza tutasiz. Lekin shu darajani siz go'zal xulq bilan topishingiz mumkin. Yana aytdilar, "Ya Rasululloh, qiyomat kuni sizga eng yaqin odam kim?" so'rashdi. Rasul akram alayhissalatu vassalom ahsanukum axloqan deganlar. Xulqi go'zal menga yaqin bo'ladi. Aytmadilar, yaxshi namoz o'qigani, ko'proq namoz o'qigani demadilar. Aytmadilar, yaxshiroq masalan, hijobini qattiqroq o'ragani, yaxshiroq yuzini ham yopgani. Bular mezon emas. Ular o'sha go'zal xulqda ostiga kiradigan ishlar. Yo'inki aytmadilar, qo'ni-qo'shnisiga aytaylik, saxobat qilib qo'yganni o'zi bilan. Go'zal xulq bu qalbda bo'ladigan narsa. Qalbdagi kenglik, qalbdagi muruvvat, qalbdagi haligindek Alloh uchun fidoyilik. Mana bu narsa Rasul akram alayhissalatu vassalomga siz yaqinlashtiradi.